Mehribon yorginam ishlab yurib shunaqa tizzalardi bechora. Bitta mash futbolkasi bor edi, tavba ko'chaga kiy desa, hamma pulini bizga sarflaydi, shkaf to'lib meni kiyimim. Yuring sizga ham nimadir olaylik desam, yo'q deydi. O'zini mehribonim, bergan pullardan to'plab qo'ygani bor. Nimadir olib, sovg'a qilaman, xursand bo'ladi. A few moments later. Voy, assalomu alaykum. Ikki kepsizmi? Yaxshimisiz, nima o'qiysiz? Kecha kuni internet orqali futbolkalar zakaz qildim. Voy, yaxshi qilibsiz. Men ham xuddi shuni o'yladim, nimadir olsa qani? Ko'ringchi. Mana. Voy. Bolaram? Ha. To'rtta zakaz qilibsiz-a? Alishtirib kelganda, alishtirib. Meni ham futbolkamga bir bo'p qoldi, 3 yil. Kecha kuni oldi-yu, ana shkaf to'la kiyim-u. Meni kuykyapti deyapsizmi? Kuykmayapman, prosta o'zingizlar o'ylabsiz-da ashunga. Bo'pti, yana olamiz. Nima xohlaysiz, nima beray bo'pti. Yo'q, menga kerak emas o'zi. Prosta hali odam qadriga yig'laydigan, dab bo'lar ekanda, o'zini o'ylab, to'rtta futbolka olib kelsa, hap bo'lib ketar ekan-da, men dedim. Futbolka kiymayman-a? Yo'q, keyin sizga ham yarashadi. Bo'pti, yuring ketdik, keyin sizga nimadir olib beraman, bo'pti. Rostami? Yuguring. Biram mehribonsiz. Asta, mehribon bo'lib qolamiz-da, yuguring desa. Nimaga shunaqamiz, qizlar? Zato o'ldirib